Elektrofurgon Shakman zavodiga tegishli Road Star Trans bilan Shakman zavodi komplektatsiyasi asosida ishlab chiqarildi. Buni ko'rayotgan haligacha kuzatuvchilar zaryadi tugashi bo'yicha o'ylab qolishadi. Biz esa buni zaryadlash moslamasini ham qo'shib beramiz. Zaryadlash moslamasi tekin texnikaga qo'shib beriladi. Bir zaryad bilan 300 kilometr masofa bosib o'tadi. Uyda biz podarka qilgan zaryadka moslamasi bilan 6 soatda 40 ming so'mlik tok bilan to'ladi. Ko'chadagi elektrozapravkalarda esa 1 soat 10 minut, 1 soat 20 minut oralig'ida 100% ga to'ldirib olasiz. 130 ming so'mlik tok bilan to'ladi. Eng zo'ri nimada bilasizlarmi? Sovg'aga qo'shib berilayotgan zaryadlash moslamani xohlagan joyga to'xtab 220 voltga zaryadlash mumkin. O'zingiz bilan olib yurish imkoni ham mavjud. 19,5 kublik kuzovga 6 tonna yuklashingiz mumkin. Garantiyada ismi 5 yil yoki 300 ming kilometr. Vaqti kelganda shu 300 ming so'mga masla zamin qilish ham yoqmaydi-da. Yangam xotin 300 ming masla zaminga olib chiq deb o'tirmaysiz. Umuman zamina qilinadigan narsani o'zi yo'q. Nafaqat furgon, bortovoy va refrigerator zakaz berishingiz ham mumkin. Vodovоз ham zakaz berishlaringiz mumkin. Elektronniy bo'ladi. Tormozlari ham воздушный. Tormoz uchun отдельно kompressor o'rnatilgan. Qo'shimcha akkumulyatorlari ham mavjud. Aziz do'stlar, ichki saloniga qarang. Multirul, avtomat korobka, mana shaybali. Eko hamda sport rejimlari bor. 3 kishi shofyor bilan bir xil. Aziz do'stlar, salon juda ham komforta, nimasini aytasiz? Wow! Mana aziz do'stlar, rullarni o'zimizga bemalol moslab olishimiz mumkin. Multi rul. Undan tashqari tabloga ahamiyat bering. Zaryadni foizini ko'rsatadi hamda ekonom va sport rejimiga almashtirishimiz mumkin mana. Aziz do'stlar, juda ajoyib. Ruchnoy tormozlari ham mana воздушный. Menga juda ham yoqdi. Dizaynga ahamiyat beramiz. Monitor ham mavjud. Sport rejimga qo'yamiz. Mana yaqinroqdan razg'orni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ketdi. Bu zamon talabi. Hali ham o'ylab turibsizmi? Pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Yetmaganini bemalol avtokredit qilish ham mumkin. Olgandan keyin afsuslanmaysizlar. Boshqa umuman rasxod yo'q. Faqat to'pga qo'yasiz, yuk tashiysiz. To'pga qo'yasiz, yuk tashiysiz. Uyga kelib xuddi telefonni zaryadga qo'yganda bitta zaryadlaysiz, 6 soatdan keyin ishga otlanasiz. Aziz do'stlar, kimga yoqdi? Like bosing. To'liq obzor ko'rmoqchi bo'lsangiz kommentariyaga plus belgi